Assalomu alaykum hammaga. Forza mashinaga akalarimiz chaqirishdi viza xizmatiga. Mana vaqt Liyudan telefon qilishganda, xullas akamiz suv qaynab ketdi. Aka kelib qarab bering deydilar. Keldi. Bunda bo'layotgan narsa mana bunisi qotib qolgan. Buni uzib qo'ydi. Mana bu ishlab turibdi. Buni uzdi. O'zi aslida mana bir daqiqa qilib kuygan. Buni uzilgan ko'rishinglar mumkin o'rtasidan. Buni hozir simqib qo'ydi vaqtinchalik. Ertaga xudo xolasa ventilator kelsalar, mana bunisini ham ulab qo'yamiz. Ishlaydi xudo xolasa. Mana zamekani qilgan hisobiga mana bir daqiqa qilib kuygan. Ishlab turib boshlaymiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa 24/7 aloqadamiz. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat kattakon hammaga.